Ko'pchilik ayollar o'ylaydi, aniqrog'i bizlar shunaqa singdirilgan, men zo'r xizmat qilib qo'ysam, zo'r idealniy ayol bo'lsam, mukammal bo'lsam, hamma narsani mukammal joyida qilsam, men shunda sevimli bo'laman, shunda sevilaman, shunda meni qabul qilishadi, men shunda yaxshi ayol bo'laman degan tushunchalar bor. Ya'ni shunaqa deb o'ylaydi. Lekin bitta narsa bor, ayolga hamma narsa, sevgi ham, pul ham, daromad ham uni ichki energiyasi orqali keladi. Ya'ni ayol energiyaga, resursga to'la bo'lgan paytidagina u atrofdan sevgi oladi, daromad, baraka, pul, uni turmush o'rtog'iga pul yoki farqi yo'q. Umuman resurs ayolga o'zi resurs holatda bo'lganida keladi. Ayollar men bersam olaman deb o'ylaydi. Shuning uchun eng birinchi narsa ayol o'zini ichki holatini to'ldirishi, ya'ni o'zini ichki resursga to'ldirish hisoblanadi. Hozir ayollardagi eng katta og'riq ham mana shu. Atrofga beradi, o'zida resurs yo'q, o'zida energiya yo'q, o'zi charchagan. Keyin aytadi, pul yo'q, daromad yo'q, baraka yo'q degan, oilamda baraka yo'q yoki o'zim sog'lom emasman, o'zim holsizman, energiyasizman degan gaplarni aytishadi yoki sevilmayman, qadrlanmayman degan gaplarni aytishadi. Va bu yerda birinchi diqqat qaratilishi kerak bo'lgan narsa ayolni o'zini ichki holati. Ichi to'la bo'lsa, ichki resursi to'la bo'lsa, umuman tashqaridan nimadir idealniy bo'lishga harakat qilishga yoki tashqaridan nimadir to'g'rilashga umuman ehtiyoj yo'q. Chunki ayol tabiatan qabul qiluvchi hisoblanadi, beruvchi emas. Erkak beruvchi, ayol qabul qiluvchi rolida yaratilgan. Shuning uchun agar ayol ichki energiyasi, resursi to'la bo'lsa, nima qiladi? U qabul qiluvchi roliga o'tadi. O'zi ayolga qilib berishadi. Ya'ni ayolga qilib berishadi, ayolga obga berishadi, ayolga yaratib berishadi hamma narsani. Qachonki uni ichki energiyasi, resursi to'la bo'lsa. Lekin ayollarda mana shu joyda blok bor. Ya'ni ichki bloklar bor. Menga mumkin emas, men loyiq emasman, men qilishim kerak, men sevilishim uchun, nimadir olishim uchun oldin berishim kerak deb o'ylaydi. Va aynan bu bloklar ona orqali hal bo'ladi. Ya'ni ssenariylari onadan, ayollar tizimidan kelgan programmalar orqali hal bo'ladi va buni ham ko'pchilik tushunmaydi. Ongsiz ravishda shunaqa loyiq emaslik ssenariylari ko'pincha bizga ayollar tizimidan, onadan keladi. Va aynan bu bloklarni birma-bir praktika qilib, praktika orqali birma-bir podsoznaniya bilan ishlab yopilsa, keyingina ayol resursga, ichki energiyaga to'ladi, uni bloklari yechiladi. Men o'zim ham bir paytlari xuddi shunaqa holatda bo'lganman. Ya'ni atrofga berishim kerak deb o'ylaganman, ertalabdan kechgacha ishlaganman, mehnat qilganman, o'zim resurssiz qolganman. 24 soatning ichida uyqudan tashqari o'zimga 1 soat ham vaqt ajratmaganman. Va buni natijasida tanam, sog'ligim, daromadim, hamma narsada muammolar kelib chiqqan. Va qachonki men o'zimning markazimga qaytganimda, mana shu bloklarimni ishlab, o'zim resurs holatga kelganimdagina hayotimdagi karyera, ish, munosabatlar o'z o'rniga tushdi. Va men bemalol ayta olaman ayollarga, agar biz mana shu bloklarni hal qilsak, ona bilan ishlash orqali o'z-o'zidan atrofdagi hamma narsa, munosabatlar, sevgi, pul, ish, karyera o'z o'rniga tushadi. Va bu borada chuqur praktikalar berish uchun men maxsus yechim o'ylab topdim. Va men buni 7-avgust kuni o'zimni Ayol transformatsiyasi nomli bepul vebinarimda taqdim qilmoqchiman. Va aynan shu vebinarda maxsus praktikalar orqali biz ichki bloklar bilan ishlaymiz.